Va nihoyat shu qishloqqa yetib keldim va nihoyat attiga 20 kilometr bosib kelib shu qishloqqa yetib keldim. Bolalar, hammaga salom. Sizlar bilan men ya'ni Smozi yangi youtuberaman va bu kanalni tezroq sizlar podдержка qilasizlar degan umiddaman va bundan men juda ham xursand bo'laman. Albatta sizlardan podдержка kutib qolaman. Xo'p, bolalar, bu qishloqqa men nima keldim? Sababi mening qishlog'imdan haydab yuborishdi. Nimaga deysizlar, menga tunga borishdi qanaqa o'g'irlikdi. Xo'p, mayli bolalar, xo'p, bu yerda uylanib ko'p chiqay. Stop, basketbolmi? Bola, давайте basketbol o'ynab ko'ramiz. Xo'sh, to'pni olamiz. Xo'p, qani 1 2 1 2 3 qani otamiz. Yo, bola hech narsa bo'lmadi. Afsus, mayli buni joyiga qo'yib qo'yamiz. Xo'p, bola buni uyni qaylab oldi. Dabda chiqibdi. Shu uyni bir oldi. Xo'p, bu uyda masalan birov tursa kerak. Давайте buni chiqib ko'raylikchi. Chiqib ko'ra olamizmi? Yo'q. Nimaga chiqib bo'lolmadi? O, polizlar, lekin zot. Bola, iltimoslar obuna bo'lingizlar va like bosinglar. Chunki bu kanalni tezroq bizlar 1 ga obunachi qilishimiz kerak va bunda sizlarning natijalaringiz va qo'llaringiz juda ham kerak bo'ladi. Xullas, bu uylarim juda ham bola kamera bor ekan. Yo'qmi, uyda ham kamera bor ekan. Yo'q, dahshat bola. Bu yerda telefonlar bor va ko'p narsalar bor ekan. Xo'sh, eshik tarqatamiz. Kirsam bo'ladimi, mer? Kiraver. Xo'sh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz meni yangimisiz? Sizni hech ham meni ko'rmagan ekanman. Ha. Xo'p, sizni mer deb chaqirsamam bo'ladi menimcha. Xo'p, mer, menga korоче bitta uy kerak. Men narigi qishloqdan ko'chib keldim. 49-qishloqdanmi? Ha, aytganingizdek 49-qishloqdan. Nimaga ko'chib keldingiz? O'ziga yarasha sabablar bor. Xullas, menga bitta uy kerak edi. Bitta uymi? Etajlar dabdurashib ketgan. Uymi? Yo'q, men uyni olmayman. Lekin bitta shu uy bor. Ha, mayli, lekin shu uy bo'lsa, mayli, qancha anosi to'lovi? Atiga $8 to'lasangiz bo'ladi. $8. Ha, mayli, xo'p, hozir ajratib olay. Xo'p, bitta bosamiz. Xo'p, bola qanaqa? $6, 7, 8, mana $8. Xo'p, endi uyning kaliti va hujjatlarini qayerdan olay? Shu birinchi shkafdan sizda bo'ladi. Xo'p, bu yerda uyning hujjati bor ekan va kalit bor ekan. Bo'ldi, faqat shularmi? Ha, bo'ldi, faqat shular olib ketsangiz ham bo'ladi. Bo'ldi, hammasi yes bo'ldi. Bo'pti, xayr, yaxshi to'planing. Xo'p, bola, lekin $8 uyni oldi-ku, nuda menimcha normalniy bo'lsa kerak. Ichkarisi albatta. Xo'p, mayli obunachilar, endi nima bo'lsa ham bo'ldik. Endi shu uyni biz ta'mirlashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi eshikni ochib olishimiz kerak, lekin uyning ahvoli juda ham og'ir do'stlar. Sizlarga aytadigan bo'lsam, sababi qaranglar, o't o'lan bosib ketgan. Bu yerda narvonlar nima qilyapti, shunisiga ham hayronman. Xo'p, mayli, eshik kaliti bor edi mana. Xo'p, qani endi ochamiz. Qani. Ochila bo'ldi. Xo'p, bola, hammasi yes. Xo'sh, tak. Bu yerda urgumchak to'rlari, endi 100 soat urgumchak to'rlari bo'lishi mumkin. Hamma yoq chuvarak bosib ketgan, ya'ni o't o'lan bosib ketgan va po'panaklar, ya'ni urgumchaklar va shunaqa narsalar. Xo'p, bizga ta'mirlashga narsa kerak. Endi arendator ko'rganim, agar adashmasam, ana shu yerda bizga kerakli narsalar bo'lishi mumkin. Bu yerdan sindirib olishimizga. Xo'sh, tak. Endi uni oldiga borishimiz kerak. Xo'sh, kirsam bo'ladimi, janob? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizga nima kerak? Xullas, menga anjomlar kerak edi. Bolta, belkular, shunaqa narsalar. Oldingizdagi qutida turibdi. Olishingiz mumkin. Qancha? $3. Xo'p, hozir $3 beraman. Xo'p, mana $3. Yo'q, mayo jinorsan. Hechqisi yo'q. Xo'p, mana $3. Xo'p, endi men bemalol olib ketaversam bo'ladi, to'g'rimi? Ha, bemalol olib ketaverishingiz mumkin. Vaqtiga 3 soatgina vaqtingiz bor. Siz bu qishloqdansiz, to'g'rimi? Ha, men shu qishloqdaman. Hozir olib kelib beraman. Mayli, menga ishonganingiz uchun juda ham kattakon rahmat. Xo'p, obunachilar, mana biz narsasini olib kelib berdik. Tfu, bolalar. Biz narsa oldik va endi bu narsalar orqali bizlar nima desam bo'ladi? Mana shu uylarimizni ta'mirlaymiz. Ya'ni, xo'p, bizda kerakli narsalardan biri sumka kerak emas. Xo'p, telefon ham to'xtinglar bo'ladi. Telefon bak kerak bo'lib qoladi. Telefon qilishlari mumkin. Bu yerda kitoblar kerak emas, kalit ham kerak emas, pult ham kerak emas, olma ham kerak emas va kerakli jihozlar bizga kurak, bolta va shunga o'xshash narsalar. Birinchi biz narvonlarni olib tashlashdan boshlaymiz. Sababi narvonlar bizga eng keraksiz narsalardan biri sanaladi. Xo'p, eshikni olib tashlaymiz. Ichkaridan yo'q, turni qanday olib tashlaymiz? Mayli.
u bola uzr bola chanqab ketdim. Ya'ni suv ichganim yo'q. Boyadan beri sizlarga oldida video olyapman va bekorcha bo'lib o'tirganim yo'q. Bola xullas xo'p. Bu yerda mana narsani olib tashlashimiz kerak. Yog'och keraksiz yog'ochlarni xo'p tez olib tashlash kerak. Ay jinursin. Nimaga olinmaydi bu narsalar? Xo'p, mayli bola, buni sizlarga albatta o'tkazilgan holda deyarli uyning tepasiga kelganda hammasini tiniq qilib ko'rsaman. Chunki video juda ham uzoq bo'lib ketishini istamayman. Albatta tanaffusni kutasiz degan umiddaman. 2000 years later. Xo'p, mana bu 3 ta bloklarni ham tez yopib olsak, bu yerda bitta va pastdagi o'tlarni olib tashlashimiz kerak. Xo'p. Hozir mana pastdagi o'tlarni olamiz va tez olib tashlashimiz kerak. Xo'p, bo'ldi bola. Hammasi yes va bola. Xo'p, mana uyning ichkarisini ko'rsatmoqchiman. Bola, orada ancha vaqt o'tdi, 2 soat o'tdi va uyimiz mana shunaqa ahvolga keldi. Faqat yog'ochni almashtirishimiz kerak va sizlarga bir narsa aytmoqchiman. Uyimning tepasi 2-qavat ekan. Chivo bola, aytishinglar mumkin. 2-qavat, qayerdan keldi 2-qavat deb. Men sizga shu 2-qavatni ko'rsatib beraman. Ya'ni kelgan olib tepaga chiqib ko'rsataman. Qani tepaga chiqaylikchi? Xo'p, tepada bo'la bunaqa holat. Vola, ya'ni hamma narsa dabdab chiqib yotgan, na chiroq bor, na biror narsa bor. Xo'p, qutilar bor ekan. Qutilarning ichida men lekin ochib ko'rganim yo'q. Hozir birga testdan ochib ko'ramiz. Va devorlar ham dabdab chiqib ketgan bo'la. Ko'raysizlar, o't bosib, zanglab, o'rgimchak to'rlari bosib ketgan. Xo'p, bola, buni ichida esa bir aynigan bir sho'rva deydimi? Buni ichida bo'm-bo'sh quti, bu yerda qanaqadir zombi go'shtlarimi va shunga o'xshash narsalar bor ekan. Xo'p, bu yoqqa keladigan bo'lsak, bu yerda chang bosgan stolchik va bu yerda ham qutilar bor ekan va qutining ichida nima bor ekan? Yo, what's up? Bola, qaranglar, bola nimalar topib oldim. Yo, bola qaranglar nimalar topib oldim. Yo, bola olmosli kiyimlar. Yo, mayo, endi men boyib ketaman. Yo, bola tasavvur qilyapsanmi? Endi men millioner bo'lib ketaman. Yo, mayo. Xo'p, bola qarang, hozir men sizga pastga chiqib ko'rsataman. Bola, qaranglar. Yo, mayo, buni bola 8 tami 7 ta olmos beradi, bola. Bo'ldi bola, bunaki meni Smozi millioner deb chaqirasizlar bola. Men chunki juda ham millioner bo'lib ketdim. Xo'p, bu yerda nimalar bor ekan? Xo'p, yana ichida 4 ta olmos chiqsa ham bola, prikin tasavvur qilinglar. Vashshe xursand bo'lib ketardim lekin. Xo'p, bu yerda afsuski hech narsa yo'q, lekin bola men shunisiga shukr qilaman. Sababi bola ichida juda ham bu balki chisti olmozdan qilingan. Buni men internetda ko'rib havas qilganim. Qaniydi shu narsa menda ham bo'lsin deb bola tasavvur qilinglar. Bola, yo mayu. Bola endi biz boyib ketamiz. Qishloqni ham sotib olsak bo'ladi. Ya'ni qishloqning o'zining tan narxi adashmasam shu bittami 2 ta olmozda, lekin bizda bo'l 8 ta olmoz bor. Bitta olmozimiz $100,000gami shunaqa teng. Minecraftda bo'la hayotda bilmadimmi olmozning narxi qancha, lekin mana shuncha. Xo'p, endi arendatordan so'rab ko'raychi, balki arendator qayerda olmos sotishni bilar. Janob, ana menda olmos kiyimlar bor, shuni qayerda sotsam bo'ladi? Uni bilmayman, lekin menga bersiz sotib beraman. Xo'p, mayli, olsa kelaman keyinroq, maylimi? Mayli. Xo'p, bola, mana shu sochish uchun gapirishib qanday niyat o'zi. Xo'p, mayli bola, hayajonlanmaymiz, hech kimga aytmaymiz va mana shu uyimizni nima desam bo'ladi, ana qilishni davom ettiramiz. Chunki uyimizning ahvoli juda ham yomon bola. Tasavvur qilyapsizlarmi? Bola, prikin, tasavvur qilinglar bola, bizning shuncha pulimiz bola. Xo'p, hozir endi biz uyimizni remont qilishimiz kerak. Uning uchun xo'p, biz daraxt chopishimiz kerak. Xo'p, bizga kamida bir 30 tadan ziyod daraxt kerak. Bola, menimcha hisobim bo'yicha xo'p, endi daraxtlarni kesib olamiz bola. Endi prikin tasavvur qilinglar. Bola, endi ana shuncha 8 ta olmosga nima qilamiz bola? Mening maqsadim birinchi o'rinda garaj qurib bitta mashina olish niyatim bola. Yana bunisiga keyingi haftami agar adashmayotgan bo'lsam, bizning qishlog'imizga avtosalon qurilarmish bola. Avtosalon tasavvur qilyapsizmi? Avtosalonda biz mashina olib, demak biz o'zimizga garaj quramiz. Ya'ni mana reja ham tayyor bola. Demak, olmosimizni keyingi videoda o'zim maydalayman va sizga ko'rsataman nechta olmos chiqqanini va o'sha payt mashina sotib olamiz o'sha olmosga va o'zimizga kerakli o'zimiz o'rmondan materiallar yig'ib o'zimizga garaj qurib olamiz. Demak, bolalar, hozir yog'ochdan kesib olib, sizga tayyor uyni ko'rsataman va tayyor uyga buyurtmalarni qabul qilamiz. Ya'ni tovarlar zakaz qilamiz va sizga qisqartirilgan videoni ko'rsataman. Ya'ni juda ham uzaytirilgan video emas, balki hamma narsa tayyor
uylar remont qilingan, tepalar buzilgan videoni ko'rsataman, chunki sizlar zerikib qolishlaringiz mumkin. Xo'p bola, mana men uyim tepasini o'qib bo'ldim va mana shu bloklar menda paydo bo'lib qoldi, ya'ni tepadan ortgan bloklar. Xo'p bola, sizga zo'r narsa ko'rsataman, davay sakraymiz. Davay! Bola dab-dala bo'ldi. Yiqilib tushdim bola, junusin yiqilib tushdim bola. Xo'p, mayning ustiga qo'yib chiqamiz. Biz chiroyli qilib, ya'ni nima desam bo'ladi, o'zimizni uyimizni himoya qiladigan darajada bola. Xo'p, xo'sh bularni hammasini qo'yib chiqamiz va bola biz hozir narsa zakaz qildirishimiz kerak bola. Voy, jonursin tushib ketdim. Ama narvonni endi olib tashlagan bola, narvon endi bizga tepada ishimiz qolmadi. Xo'p bola, endi bizda. Xo'p bola, endi biz hozir uyni ichidan ko'rish juda ham ideal. Hozir Vesta yashaymiz bizlar. Yashaymiz emas, yasaymiz bola. Uzr, adashib ketdim. Xo'p, yasaymiz va Vesta qo'yamiz va o'zimizga bitta eshik yasab olishimiz kerak bo'l. Chunki eshiksiz uyimiz sovib ketadi va bundan tashqari o'zimizga pechka ham yasab olishimiz kerak bola. Hozir pechkani esa g'ordan tosh kovlab kelamiz bola. Juda ham ajoyib bola. Prikin tasavvur qilinglar bola. Xo'p, uyimiz juda ham ajoyib chiqyapti bola. Sizlar esa hali ham kanalga obuna bo'lganlaringiz yo'q bola. Iltimos bola, shu kanalga tezroq 1k obuna chiqsak bola. Xo'p, juda ham xursand bo'lardim. Chunki men 1k obunachi bo'lsak juda ham katta, nima desam bo'ladi, juda ham zo'r bo'ladi degan umiddaman bola. Xo'p, biz endi birgalikda bola Yo bola qanday bilasizlarmi? Sizlar ham bir g'orga tushsanglar, masalan, oilalar bilan oila bo'lar ekan-mada, ana shu oilalar biriga qidirishga borsanglar, masalan, biriga borsanglar, masalan, yuta kasab qolsa-ku, meni ham xuddi shu holat bo'layapti. Endi bu qishloqqa o'rganib ketsang ham degan umiddaman. Xo'p, buni ko'mirlarni qazib olamiz bola, chunki bizga ko'mir ham kerak-ku. Pechkani nima bilan yoqamiz, to'g'rimi? Xo'p, buni tezda yoqib olamiz. Tak. Xo'p, bo'ldi bola. Endi bu yerga sangni tekislab qo'yaylik bola, chunki kim oldi desa, yangi kelgan o'yinchi desa hammani oldi sharmanda bo'laman, to'g'rimi bola? Shuncha ham nimadan bo'la. Xo'p, yaxshi, endi buni tuproq bilan chiroyli qilib tepaga chiqadigan qilib qo'ysak, menimcha chiroyli ko'rinadi. Mana piramida qilsak ham bu tomondan chiqadigan qilib qo'ysak ham bo'ladi bola. Albatta sizlar kanalga obuna bo'lishlaringizni obunachilar men so'rab qolishni so'ragan bo'lar edim. Xo'p bola, hozirgina boltalarni kerakli anjomlarni berdim va pechka yasab ham qo'ydim. Xo'p bolalar, endi biz hozir narsa zakaz qildirishimiz kerak. Xo'p, va to'xtanglar bola, mana shu narsa yasab qo'yaylik, qaranglar bola. Bittasi uzun, bittasi kalta bo'lib turibdi. Xo'p, bizda hozir yog'och turibdi. Yog'ochni bunaqasiga cho'pga aylantirib olamiz va ikki tomoniga cho'plar qo'yamiz. Menimcha, xo'p, qani o'rtaga qo'yamiz. Yo bola, uzr adashib ketdim. Ikki tomoniga yog'och qo'yilishi kerak edi, o'rtaga esa cho'p qo'yilishi kerak edi. Mana ajoyib 3 ta yasaldik. Xo'p, va endi buni bitta joyga qo'yib qo'yamiz va bu taraf o'zi to'g'ri ekan. Xo'p, buni qayerga qo'yamiz degan savolga esa bu joyga qo'yib ketaveramiz. Chunki bu endi bizning qishlog'imiz, ya'ni mening qishlog'im. Juda ham qadrdon. Endi hali jitirlar bilan kelishib olishimiz kerak va bu yerga ikkita ko'mirnikiga bo'lamiz bola, chiroyli qilib va buni tepaga qo'yib qo'yishimiz kerak. Ikkinchisini ham tepaga. Xo'p bola, endi biz narsa zakaz qildirsak bo'ldi. Menimcha hammasini joylashtirib olamiz. Xo'p, endi bizlar BTC, ya'ni BTC pochta orqali narsa zakaz qildirishimiz mumkin. Allo. Ha, men o'shaman. Ha, narsa zakaz qildirgandim. Yo'q, narsam keldimi? To'xta, o'chirmay turing. Hozir men bitta daraxt ustiga chiqib ko'raychi. Daraxt biridan tabiat sayohatga ketdi. Yo'q narsam. Yo'q, narsam yo'q. Yaqinda qilib boraychi. To'xta, 1 minut. Bo'ldi. Rahmat, kartani o'tkazib qo'ydim. Bo'ldi, mayli kattakon, rahmat sizga. Xo'p, bola, obunachilar bir salom. Orada 2-3 soat yo'qolib ketdim. Ya'ni men bitta Duramnikiga borib keldim. Men yana o'zim eski qishlog'imga borib keldim va u yerdan bir ikkita narsalar olib keldim desa ham bo'ladi. Xo'p, obunachilar, mening narslarim kelibdi. Hozir sizlar bilan open pak qilamiz. Ya'ni obzorcha qilamiz bolalar. Xo'p, bolalar, sizlar kanalga obuna bo'linglar. Bola shuncha videolar yapmiz. Xo'p, biz bu yerda hamma narsalarimiz bor, hammasini olamiz bolalar. Takoy logika qilib hozir nima desam bo'ladi, ichkariga chiroyli qilib joylashtirib chiqamiz. Buni ikkalasini tepaga o'rnatib qo'yamiz va bu yerga ikkitasiga pastga sandiq, bu yerga kravat albatta, bu yerga esa sutol qo'yamiz, bu yerga esa sutol, ya'ni tool deydimi, bola tepaga chiqib qo'yaylik. Xo'p, mana endi yaxshi bo'ldi va tepaga fakel qo'yib qo'yamiz. Bola ajoyib va bu yerga yo'q, to'g'rimi, yo'q, mayli, endi bu ikkita pechkani qo'yib qo'yishimiz kerak-ku.
Xo'p, endi ikkita pechkani qo'yamiz va o'rtasiga versakni qo'yib qo'yamiz. Bola juda ham ajoyib bo'ldi. Endi hamma joyimiz juda ham ajoyib, zo'r narsalar bo'ldi va endi bu kerakli va keraksiz narsalarni qo'yishimiz kerak bo'ldi. Xo'p, bizda bu yerda nima keraksiz narsalar bor? Bu yerda bular kerak emas, bu kerak emas. Xo'p, mana bu kerak emas, xat kerak emas, planlar kerak bo'ladi, fleshka yo'q bo'ladi. Fleshka eng kerakli narsa. Eng kerakli narsa bu yerga olib qo'yaylik. Xo'p, kitob, hujjat, sumka kerak bo'ladi albatta. Va bu yerdan planlar kerak bo'ladi menimcha va notebook o'shunda qoladi va bu bola to'xtinglar bola buni tepaga alohida qo'yib qo'yganimiz yaxshi buni monotok bilan monotok esa uy joyini ta'mirlayman deb kelgandim. Xo'p, bu yerga esa eng kerakli maxfiy narsalarni qo'yib qo'yishimiz mumkin. Bu yerga esa notebookni qo'yamiz, telefonni esa sanduqcha qo'yib bo'lamizmi? Albatta qo'yib bo'lamiz. Bo'ldi bola, hammasini joylashtirib bo'ldik. Endi menimcha sizlar bilan xayrlashsak ham bo'ladi. Bo'lsa, men bugungi vaqtimizni juda ham chog' o'tkazdik, to'g'rimi? To'xtanglar, bo'ldi. Tashqariga chiqib xayrlashasizlar bilan ochiq havoda. Bu yerda ham ichida hech narsa qolmadi. Yaxshi bo'ldi. Xo'p, bola, bo'lsa hammaga xayr. Sizlar bilan men Smozy bo'ldi. Albatta kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing va kanalimizga tez obunachilar solib birga bo'lsa, men juda ham xursand bo'laman. Hammaga xayr.